musulmonlar. Bugun siz azizlarga zikrlarning ichida yana bir ulug' zikr, har birimiz ushbu zikrni aytib yuradigan bo'lsak, 10 emas, 100 emas, 1000 emas, balki million hasanotlarga erishishimiz mumkin bo'lgan zikrni siz azizlar bilan yodlaymiz. Ha azizlar, ushbu zikr juda ham ko'p miqdordagi yaxshiliklarni bizga keltirar ekan. Keling, avvalo mazkur zikr haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam nima deganlarini o'rganaylik. Tamim ad-Dori radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam kim 10 marta ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lahu ilahan wahidan ahadan somadan lam yattakhiz sohibatan wala waladan walam yakun lahu kufuwan ahadun desa, Alloh unga 40 million hasana yozadi dedilar. Zikrning ma'nosi quyidagicha: Allohdan boshqa iloh yo'qligiga, uning yolg'izligiga, uning sherigi yo'qligiga, yakka yagona ilohligiga, somadligiga, xotin va farzand tutmaganligiga va unga hech kim teng bo'lmasligiga guvohlik beraman. Bu hadisi sharifda zikrning ham, unga beriladigan ajrning ham adadi ochiq oydin aytilmoqda. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Rasulimiz sollallohu alayhi va sallam ushbu zikrni 10 marta aytsa, 40 million hasana yozilajagini aytmoqdalar. Haqiqatda hadisda ushbu zikrning adadi ham va hattoki uning ajrining adadi ham ochiq oydin aniq keltirilgan. Bu zikrni 10 marta aytib 40 million savob olish naqadar oson. Shuning uchun ham ulamolarimiz zikr tufayli boshqa amallar ila erishib bo'lmaydigan narsalarga erishiladi deganlar.